Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli kun. Hammangizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida g'oyib qolgan yana men do'stlar. Bugun o'ynaydigan kontoramiz. Mening kontorasi, men Scratch kartda o'ynayman. Bu vaqtda sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy qoldirishda davom etinglar do'stlar. Boshlanishiga 500 rubldan boshlayman. Balansimiz hozircha bunga javob beradi. Telegram kanallarim manzillarni zakrepleniy kommentariyada qoldiraman. Bemalol Telegram kanallarimizga ulanib olib, biz bilan birgalikda yakkalik stavkalarda ham qatnashib borishlaring mumkin sabr bilan. Tak, 500 rubldan hozircha ishlama bermayapti. Do'stlar, men qaror qildim. 2-3 hafta to'xtamasdan mana shu Scratch kartda o'ynamoqchiman. Ko'raman men qancha zanos olaman ekan, hisoblab yozib boraman bu vaqtda. Sizlar esa YouTube kanalimizda kuzatib borishdan to'xtamanglar. Hamda kimda taktika bo'lsa, mana shu Scratch kartga bemalol kommentariyada yozib qoldirishi mumkin. Sizlar taktikalar bo'yicha ham o'ynab ko'rishga harakat qilaman. Xullas, ko'pgina zanos xohlayman. Mana shu ekranlarim to'lib turbinlar chiqishini xohlayman. Normalniy summadan, endi 500 rubldan emas. Tak, chort. Nima bermayapsan eshitma. X4lar yana orqasidan X4 juda yaxshi. Hozircha ozgina plyusdamiz 7000cha. Voy, mana shu ishonsanglar, qanchadan beri X15 pushka, qaychilar umuman ko'rganim yo'q. Durbin bilan korablikda gapirmasam bo'laveradi. Ular chiqmagan ekan, u chiqarmadi. Tak, iltimos endi normalniy zanos bergan, qachondan beri bermayapsan eshitma. Bitta menda o'ynamayaptimi yoki hammada o'ynamayaptimi? Kazinosini umuman aytmasam bo'laveradi. Men ko'proq kazino o'ynayman-ku endi. Kazinodan birisi video qilmayman. Bilmayman nimagadir. Kazinodan video qilish uchun uzoq vaqt video olish kerak. Faqat bonusni, chunki bonus sotib olishni uncha yoqtirmayman. Bonus ushlab nima qilish uchun. X4 yana. Men bilmayman nimaga bunaqa zanos beryapsan, normalniy zanosing yo'q. Oh, aylanib ketayin. Mayli. Hozircha qaychilar chiqib berdi mana, yana orqasidan X8, X4 yana orqasidan yakirlar. Yana yakir. Voy, aylanib ketayin. Davay, bergan yoqibdi deganda beraver. Tak. Balansimiz 17000 ga ko'tarib oldik. Men bilasizlar, qo'lim qichitda shartta bir stavkani ko'tarib borib, oxirida nolda qolishim ham hech gap emas. Nafsim menga yomonda. Kimdir ertaga kommentariy qoldirishi mumkin, jo'ramay o'lkamroq gapirib o'yna deb. Sizlarga sabr tilayman. Naushnik taqib olib, yo bo'lmasam quloqlarni bekitib olib yoki bezok ko'rishinglar mumkin. Nima qilay endi, ovozimni o'chira olmayman-da. Shunaqa bidir qilishdan. Ay, korablik chiqmadi. Nimaga unaqasan, ey? Shunday ko'zim oldidan liqillab. Tak, hech nima yo'q. Hozir sekin stavkani ko'taramiz yana. Bo'pti, 500 rublga chiqdik. Hozircha 17000 plus dedik. Sekin tushishni boshlayapmiz. No, iltimos endi Scratch karta. Yana bitta qaychilar chiqib ber. Hech nima yo'q. Shu bitta normalniy zanos berib qo'ygandan keyin o'zicha boshqa belgisi kelmaydi. Qoyillatib qo'ydi hozir menga zanos berishdi. O'zicha. Tak, hech nima yo'q yana. Ko'rdinglarmi? Boshlandi mana X4. Oy, aylanay. O'rgili 50 ga chiqdik, 49000 tushyapmiz. Allo, Scratch kart aka. Oy, X8lar juda ham yaxshi. Davay, zanoslaringdan o'ynanib ketayin. Bugun nimagadir yaxshi-ku.
ko'pdan unini o'chiraman. Davay pichimizni bir chort bitta turbin qo'ysam bo'lmasmidi? Chort chiqib ketaverardim shunday. Oy chiqmadi. Hozir chiqadi, qarab turinglar. Hozir chiqadi. Bu o'ralashyaptimi? Oyog'im taydi. Demak, hozir chiqib qoladi. Taki yo'q. Yo'q. Faqat yaqinlar. Ну, iltimos, kirishlar taka, davay. Sunduqlari. Voy, beling, ko'rdinglarmi nima bo'lganini? Yana ko'rdinglarmi? Yetimda, voy, haromi karablik qaranglarda. Kasafata. Ну, iltimos, chiq endi. X6. Mana qaranglar. Nima qilay hozir buni? Nima qilay? Qadaringga la'nati. Просто ustimdan kulyapti. 8 juda yaxshi. To'yibda yaxshi zanos bergin, iltimos. Yo'q, yana. Yaxshi yakrlar balans tushirib turibdi. Yana yakr. Serib ketdim yakr indam, yana yakr. Karablik chiq, kasat. Yana yakr. Просто izdevательство. Hech qachon bunaqa uzoq o'ynamagandim, yuragim siqilib ketdi. Hozir shart ko'tarib yuboraman yana stakkani. Tak, 1,5 mingga ko'tarib ko'rsam desam, X4lar bo'ldi. Yana X4. Voy, buni X4dan boshqa zanosi yo'q-ku, menimcha shu bermatda endi qaychilarni berib qo'ygan kishi bo'lib tamom endi. Tak, davay 1,5 euro bo'ldi qani. Ayshaniki ham yo'q. Ishtama yo'q, yakrlar. Yana yakr. Zaynab qilding yakring bilan, voy, qaychilar chiqmadi-ya. 4. Tak, yaxshi. Normalniy zanos bergin, chiqib ketay, zerikib ketdim. Bolalar qo'yil qolaman haligi. O'zimda ham bo'lgan unaqa holat. 123 rubl bilan ham 123 rubl cashback'im bo'lgan xullas. Ana o'sha pul bilan ham o'ynab turib kazinodan 30 ming 40 ming chiqargan kunlarim ham bo'lgan. Qanday bolalar sabr bilan o'ynashar ekan, hayron qolaman-da. Opa, biz mancha pulni besplatniydan mancha pul qildim. Mancha dollar chiqardim deb hayron qolaman. Sabrlar yo'q, qoyillar. Umuman menda sabr yo'q. Shart ko'tarib yuboraman stavkani. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa o'ldi. Davay endi. 2 mingga chiqdim nahot akam. Balansimiz hozircha 60 ming, 2 barobarga ko'paytirdik va svoloch. Qaranglar, durbinlarni, karabliklarni. Просто izdevательствоda hozir nima qilay ekan buni men? Qo'limga tushganda o'sha volarsa chindirdim scratch kartda. Yo'q, ishtama, 4lar juda yaxshi. Yana 4. Iltimos, bitta chiroyli zanos chiqqin, kasofati. Yana X4. 8lar bo'lsam, nechimisi 80 ming berib chiqib ketaman bo'ldi. Iltimos. Scratch kart, alyo. To'xtadi zanos. Voy, 42 mingga tushib qopmiz-ku. 38 ming уже. X4. Yana yakrlar. Iltimos, bitta chiroyli zanos bergan. Voy, X8 yaxshi.
Do'stlar, xullas mana 80 ming qildim. 50 ming ham yomon emas. Dalshi o'ynasammi yoki to'xtasammi? Davay dalshi. Yo'q, o'ynayman. Shu yerda to'xtayman. 80 ming qildim. Keyinroq yana davom etamiz agar iloji bo'lsa. Do'stlar, kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman. Hammalarga omad tilab qolaman. Oilalar oldirmanglar, takida qoldirmanglar. Menga o'xshab tup o'ynamanglar do'stlar. Telegram kanallarida sizlar kutib qolaman. Xayr.